Onamdan xafa bo'lsam, bu turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimga ta'sir qiladimi? Onamdan xafa bo'lsam, bu turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimga ta'sir qiladimi? degan savollar ko'plab keladi. Ko'pchilik ayollar onasidan doim norozi bo'ladi. Nima uchun? Chunki biz odatda shablonni, ayol timsolini, oila timsolini avvalambor oilada ko'ramiz. Va mana shu oilada eng birinchi o'rinda onamizni, dadamiz bilan munosabati bizni g'ashimizga tegadi, bizga yoqmaydi. Deylik, ona agar qiynalgan bo'lsa, xo'rlangan bo'lsa, azoblangan bo'lsa, biz jabrdiyda pozitsiyasidagi onani ko'rganimiz uchun ham men onamdek yashamayman deyishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam ona farzandlariga vaqt ajratmagan bo'lsa, doim ishda bo'lgan bo'lsa, u oilaning mas'uliyatini olishga majbur bo'lib, pul topishga majbur bo'lib, erkaklikni ham bo'yniga olgan bo'lsa, o'z-o'zidan biz onamizga nisbatan menga mehr bermadi, menga onalik qilmadi deymiz. Va mana shu yoshligimizdan onamizga bo'lgan noroziligimiz, aslida norozi emasman deymiz. Ya'ni onani qanday qilib yomon ko'rish mumkin? Onamdan norozi emasman, men uni yaxshi ko'raman deyish mumkin. Lekin tagida aslida onaga bo'lgan norozichilik yotadi. Va buni natijasini, buni oqibatini har doim turmush o'rtog'ida ko'ramiz. Erkak bo'lsa ham, u ayol bo'lsa ham. Ayol bo'lsa eri bilan, erkak bo'lsa ayoli bilan har doim muammo shundan chiqadi. Ya'ni buni tagida onaga bo'lgan norozichilik, onani qabul qila olmaslik, onadan bo'lgan xafagarchilik va onamdek bo'lmayman deb aslida onadek bo'lib qolishga to'g'ri keladi. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Biz ko'pincha ko'plab terapiyalar orqali, darslar orqali onani qabul qilishni, onani kechirishni, onani tushunishni, o'zi aslida onani kechirish degan tushuncha yo'q. Nimaga? Chunki biz aslida kechirmaslik haqida gapira olmaymiz. Bu haqda keyingi mavzumizda aytaman, nima uchun. Aslida onamizni boricha qabul qilishimiz, ularni to'g'ri tushunishimiz, o'sha paytda nima uchun bular bunaqa bo'lganini, mehr bera olmagan bo'lsa, nima uchun bera olmagan, yoki bo'lmasam qurbon bo'lgan bo'lsa, nima uchun qurbon bo'lgan. Ya'ni mana shu joyda aynan shu holatni hikmatini topganimizda va buni biz o'zimizga resurs sifatida bir xazina sifatida olganimizda o'z-o'zidan turmush o'rtoq bilan munosabatlar o'zgarishni boshlaydi. Buning uchun sizga bir praktika bermoqchiman. Albatta bu darsni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying, agar ularda ham turmush o'rtoqlari bilan muammo bo'lsa. Birinchi o'rinda onangizga ta'rif bering. Ular qanaqa? Qanday ta'riflay olasiz? Salbiy taraflarini ham ayting, ijobiy taraflarini ham yozsangiz bo'ladi. Va mana shu salbiy taraflarni o'ylayotganingizda har bir salbiy tarafini hikmatini topishga harakat qiling. Ya'ni misol uchun, agar onangiz qattiqqo'l bo'lgan bo'lsa, nima uchun onam qattiqqo'l bo'lgan? Onam meni nimadan himoya qilgan? Nimadan asrab qolmoqchi bo'lgan? Deylik, ko'pincha shunaqa bo'ladiki, qattiqqo'l onalarning farzandlari deylik nazoratda bo'ladi. Mayli, qaysidir ma'noda bu hayotiga salbiy ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Lekin tagida hikmat yotadiki, mana shu nazorati orqali, qattiqqo'lligi orqali qiz bola o'zini sha'nini, iffatini saqlagan bo'lishi mumkin, odobli qizga aylangan bo'lishi mumkin, ya'ni ko'chada yuradigan qiz bo'lmagan bo'lishi mumkin. Mana shuni tushunib, ya'ni ongga biz mana shuni tushuntirib bersak, chunki ong birinchi xafa bo'lishni o'rganadi. Ong birinchi negativni oladi. Shuning uchun biz mana shuni aksini, ijobiy holatini ongimizga tushuntirib berganimizda sekin-astalik bilan onamizni tushuna boshlaymiz va bu alal oqibat albatta turmush o'rtoqlarimizni ham tushunishga olib keladi. Buni albatta yozib ko'ring va har bir holatiga hikmatini topib ongingizga tushuntirib ko'ring. Va sekin-sekin onangiz bilan munosabatlaringizni yaxshilaganingiz sari ularni majburan yaxshi ko'rish emas yoki majburan ona bo'lgani uchun yaxshilik qilish emas, balki shunchaki yaxshi ko'rish orqali, shunchaki qabul qilish orqali turmush o'rtog'ingizni ham qabul qilishni boshlaysiz. Buni qo'llaganlar albatta kommentariyaga fikrlaringizni, natijalaringizni yozib ketishingiz mumkin. Biz esa keyingi darslarda siz bilan muhim mavzularda gaplashamiz.